Temir moddasi tanqisligi ko'pincha kamqonlikka olib keladi. Uning keng tarqalgan alomatlari mavjud. Ulardan tez charchash va holsizlik, bosh aylanishi, bosh og'rig'i, terining oqarib ketishi, nafas qisishi, ayniqsa jismoniy harakat vaqtida, yurak urishining tezlashishi, qo'l va oyoqlarning sovuq bo'lishi, diqqatni jamlashning qiyinlashishi, uyquchanlik, soch to'kilishi yoki mo'rtlashishi, tirnoqlarning mo'rtlashishi yoki qoshiqsimon shaklga kirishi, tilning achishishi yoki qizarishi, og'iz burchaklarida yoriqlar paydo bo'lishi, g'ayrioddiy narsalarni yeyishga ishtiyoq, muz, tuproq, bo'r va boshqalar. Temir tanqisligiga nima sabab bo'ladi? Temirga boy ovqatlarni kam iste'mol qilish, ko'p qon yo'qotish, hayz, qon ketishlar, homiladorlik, ichak kasalliklari tufayli temirning yomon so'rilishi, bolalar va o'smirlarda tez o'sish davrida kuzatiladi. Temirga boy mahsulotlar: jigar, qizil go'sht, tuxum, ismaloq, loviya, yasmiq, anor.